Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Mana bugun biz yuqori texnologik operatsiyani amalga oshirdik. Bemor 70 yoshda, bemor 30 yildan beri oshqozon va 12 barmoq yara kasalligi bilan kasallangan. Bemorda dekompensatsiyalashgan stenoz bo'lgan. Bemor ko'p klinikalarga murojaat qilgan. Klinikalarda bu operatsiyani o'tkazish imkoni yo'qligi hisobiga bizning temiryo'l Respublika temir yo'llar klinikasi xirurgiya bo'limiga murojaat qilib keldi va bemorimizni biz operatsiyaga oldik va operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Bemorimizni ko'rishingiz mumkin. Bemorimiz aktiv. Bemor qiziq narsaki, bemor 40 kilo ozib ketgan va bu yangi oshqozon ichak traktini qo'polroq qilib tushuntirganda, yangi oshqozon ichak traktini yasaganimizdan keyin bemor o'z holatiga qaytib, aktiv hayot nimasiga qaytadi.